orqali kelgan oilalar soni juda ko'p. O'shalardan bittasi bizmiz. Kanada sal boshqacharoq. Kanadaga borishimiz kafolati necha foiz deyuvchilarga? Mukofot ham shunga yarasha bo'ladi. Biz sizlarga qanaqa yordam beramiz? Assalomu alaykum. Bugun mahalladagi aka-ukalar bir yig'ilishimiz kerak. Piknik bahonasida bir diydorlashib, yakshanba kunlari shunaqa o'tadi. Kunlarimiz qolgan kunlari hamma ham bosib ishlaydi. Ba'zi bir kamchiliklar bor ekan. Tuz qolib ketdi. Bozorlarda xayolga kelmagan. Tanishlarni ko'rib qoldik. Bitta joyda muqim yashaganingizdan keyin odamlar bilan tanishib ketib qolasizlar baribir. Dengiz tuzi 3 dan 750 grammdan har biri. Mayda ekstra tuz deb qo'yardik-ku, o'shanaqa mana ikki xil qopqog'i bor, mayda, yirik. Mana bizani ham qishloqlar. Bu bizani shunaqa piknik o'tkazadigan parkimiz. Stankasi juda ham katta. Yillik pas olib qo'yamiz, bir yilda bir marta. Bitta uy uchun ikkita mashinaga butun yil davomida parkingdan foydalanish huquqi bo'ladi. Juda ham arzonga tushadi. Bir yilda bir marta to'lov qilasiz. Abdumalik akamiz mana gurkirayaptilar. Ko'mirlarni ikkita qo'raga boramiz, kichiroligi uchun. Bugun sastaf ancha katta. Yigitlarimiz javlon urgan, bu yoqda bolalar o'ynagan. Endi Kanadaga borishimizga sizni qo'lingizdan qanaqa yordam keladi deyuvchilarga, men o'zimiz kelishimizga sabab bo'lgan immigratsion kompaniyada ishlayman. U kompaniyaning tajribasi juda ham katta, ishoninglar, va ular orqali kelgan oilalar soni juda ko'p. O'shalardan bittasi bizmiz. Hozir o'sha yerda juda katta bo'lim boshlig'iman, maqtanish emas bu. Biz sizlarga qanaqa yordam beramiz? Biz sizlarni Kanadaga kelishingizda to'liq qonuniy, agar yolg'iz bo'lsangiz, o'zingiz turmush qurgan bo'lsangiz, oilangiz bilan kelishingizga yordam beramiz. Xuddi kompaniyam menga bir paytlar yordam bergani kabi. Lekin bu yerda ko'pincha savol keladi, qanaqa garantiya berasizlar? To'lovlarni qilsak aniq ketamizmi degan savol. Oddiy buni javobi, o'zingizni tilingiz bilan aytadigan bo'lsak, siz Kanada qo'ygan talablarni bajarishingizga qanaqa necha foiz kafolat bera olasiz? Hamma natija mana shunga primoy bog'liq. Ya'ni tushundingiz-a? Kanadani biz siz uchun qo'yilgan talablarni ishlab chiqib beramiz, chunki u talablar hammada har xil bo'ladi. Hammaga bir xil standart shablon yoki formula mavjud emas. Biz har bitta oilani olib, chuqur analiz qilib chiqamizda, sizni holatingizda mana bu talablarni bajarsangiz, PR ola olasiz. Ya'ni Kanadaning doimiy yashovchilik statusini qo'lga kirita olasiz degan xulosani chiqarib beramiz va uni asoslab beradi mutaxassislarimiz Kanada qonunchiligi bilan. Endi siz o'sha talablarni qanchalik qoyilmaqom qilib bajarasiz, shunchalik qoyilmaqom natijaga erishasiz. Bu ya'ni to'laqonli bizaga emas, birinchi o'rinda sizga bog'liq. Savolga qaytamiz. To'lovinglarni qilsak, Kanadaga borishimiz kafolati necha foiz deyuvchilarga, siz Kanadani talabini necha foiz bajarsangiz, Kanadaga kela olish foizingiz ham xuddi shuncha foizga desak, to'g'ri javob bo'ladi. Baxtiyor aka, sizga savol aka. Kanadaga kelganingizga necha yil bo'ldi hozir? Mana shu 9-iyun kuni 2 hafta oldin 20 yil bo'libdi. Maşallah, 20 yil rovna. Gap yo'q. Ana unda men 17 yillarmi degan farazda yuruvdim-da. Men o'zingiz bilan ham bir gaplashganda adashdim. 20 yil bo'lib qopti. Qoyil. Baxtiyor aka, sizga bitta soddaroq savol beraman-da. Ana o'zbeklarimiz ko'pchilikni Kanadaga kelishni xohlashadi, harakatda yuribdi, ukalarimiz, singillarimiz. Eng asosiy kelishiga to'siq bo'layotgan narsa nima aka? Siz fikringizcha-da? Nima uchun shuncha odam xohlayapti-yu, natijada uncha odam kela olmayapti? Endi meni fikrimcha eng katta to'siq ko'plari oson yo'l qidiradi-da. Shu pulni ishlab qilib ishimni ketaman. Shunaqa maqsadda nima qilganligi uchun uzoq muddat ko'zlamay, astoydil tayyorlanmay, shu qisqa qilib aytsak, odamlar osonroq tushunishi uchun Koreya, Rossiya, Dubayga borib odamlarimiz ishlab kelayotgandaqa misolni xuddi o'sha taktikani Kanadaga ham qo'llash. Bu xato deb bilasiz. Xuddi shunday, Bu yoqda Kanada sal boshqacharoqda. Bu yoqda uzoq muddatli ishlashga emas, yashashga keladigan joyda. Bo'pti, shunaqasiga roziman deydigan ukalarimiz, singillarimiz qanaqa yondashish kerak? Soddaroq tilda qisqaroq gapiradigan bo'lsak. Qisqaroq bo'ladigan bo'lsak, avvalambor tilsiz boshqa iloji yo'q. Eng birinchi tildan o'rganish kerak. Uni hatto ne obsуждается deydi-yu. Chunki tilni bilmasangiz, bu yoqda yaxshiroq birorta narsaga erishish qiyin. Birorta bir kasb, hunar egasi bo'lishingiz kerak. Qo'lingizda bir qanaqadir professiya yoki qanaqadir ish bo'lishi kerak kelishingizdan oldin va albatta ma'lumotingiz kamida bakalavr darajasi bo'lmasa magistratura bo'lsa undan ham ko'prog'i. Endi 3 ta narsa даже nima bahs munozaraga ham anaqa qilinmaydi. Zo'r важный faktorlar sanadingiz. Shuni aniqlik kiritib ketaylik-da, bu kelgandan keyingi betdagi hayotini shakllantirish uchunmi yoki kelish uchunmi? Hozir avvalo kelib olish kerak-da yoshlarimiz. Ko'pchilik shuni tushunmaydi. Boramanda tilni o'sha yerda o'rganib ketaman, men qobiliyatim zo'r aka, borsam hamma ish qo'limdan keladi deyshadi. Men aytaman, yo'q, o'zi kelishing uchun til kerak o'zi. Ikkalasi uchun ham-da. Kelishingiz uchun avvalambor til kerak. Chunki baribir o'zga ball sistemasida baribir o'sha pulga tushish uchun til bilish kerak. U darajasi hozir baland bo'lib boryapti. Ya'ni hozir boshida masalan biz kelgan paytimizda 6-6,5 20 yil oldin. 5,5 bilan ham
kelishardi IELTS. Hozir masalan ba'zi holatlarda 7,5 ham yetmayapti. Endi u bu yoqqa kelish uchun, bu yoqqa kelganingizdan keyin yaxshi ish, ya'ni katta oylik ishlaydigan masalan deylik 15-20 dollarlik emas soatiga, hatto masalan 30, 40, 50 soatiga 100 dollarlik ishlar uchun ham baribir til u siz hech qanaqa bo'lmaydi. U yetmaydi ham даже. U til minimalniy nima? Talab. Rahmat katta. Endi 20 yillik tajribali odamni tajribasi baribir gapiradi. O'zingizlar qulog'inglar bilan eshitdinglar. Faqat biz javrusiz, anu zerikarli ish qilib qolmasin. Mana haqiqatda experience. Agar masalan qisqa qilib aytadigan bo'lsak, Kanada agar siz qisqa sprint uchun yuguradigan bo'lib kelmoqchi bo'lsangiz, u unaqalar uchun emasda. Uzoq marafonni yuguradiganlar uchun-da Kanada. Lekin marafonni oxirida o'shanga yarasha mukofot ham shunga yarasha bo'ladi. Endi sprintga yarasha siz endi o'sha qisqa muddatli anaqasi ham mukofot ham qisqa natija shunga yarasha bo'ladi. Demak, yaxshi natija kutayotgan odamlar uzoq masofaga yugurishga tayyor bo'lishinglar kerak. Mana anaqa qilib tez borib olaman, 3-4 yilda soqqani qilib, uy-joy qilaman, to'ylarni qilaman, qo'sha mashina orttirib olaman. Bu Kanada haqida emas. Mana shu xulosaga kelsak bo'ladi. Rahmat. Mana mashina qilib tugatib oldik. Musorlarni sig'magan vaqtga qo'yib ketasiz. Buni o'zi xizmat bor, maxsus xizmat olib ketishadi. Cho'g'li qolgan bo'lsa, qo'rada, o'choqda mana buni ichiga solasiz. Buni nariyot tarafida setka bor. Imенно mashina qilgan narsalarga hamma yig'ishtirildi. O'zingizdan keyin joy mana taxminan mana bunaqa qoladi. Mana sizlarga ko'rsatib qo'ying mana. Bitta ham musor qoldirmang, hammasini yig'ib, salafanga solib, musor oldiga qo'yib ketasiz. Mana mashina qilib maza qilib o'tirib turishga hamma sharoit mavjud va mutlaqo bepul.